AQSh Grenlandiyani olmoqchi ekan. Epstein ismli odam pedofiliya bazmlarini o'tkazib yurar ekan. Putin Ukrainaga qarshi urushni to'xtatmadi. Bu tomonda Eronda yangi inqilob boshlandi. Undan oldin esa Isroil bilan Eron deyarli 3-jahon urushi yoqasiga kelib qolgan edi. Zamon aynigan. Ba'zi hukumatlarga ham, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ham ishonch qolmadi. Oldin bunday emasdi. Stop. Shunda zamon oldin yaxshi bo'lganmi? Ya'ni o'tgan asrda 20-asr o'rtalarida dunyo demokratik va kommunistik qutblarga bo'linganida mamlakatlar shu g'oyalar ortidan ikkiga bo'linib ketgani esingizdami? Dastlab Germaniya, keyin esa Koreya, undan so'ng Vyetnam. Aslida dunyo liderlarining haqiqiy aqldan ozgan payti o'sha davrga to'g'ri keladi. Ikkinchi jahon urushidan keyin mustamlakadan ozod bo'lgan davlatlarda qaysi g'oyani birinchi singdirish bo'yicha poyga boshlangandi. Bugungi sonda ham aynan o'sha poygadan aziyat chekkan, 100 minglab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan Vyetnam urushi haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Mana behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday. 19-asrda Vyetnam feodal davlat bo'lib, juda ko'p qimmatli tabiiy resurslarga boy bo'lgan. O'sha davrda Fransiya Vyetnamni koloniyalashtirishni va uning resurslarini o'g'irlashni boshladi. Vyetnamliklar bunga qarshi chiqishdi, lekin fransuzlar ularni deyarli qulga aylantirdi. Fransiya qudratli yer egalari bilan kelishuv tuzib, ularga o'z kuchlari va imtiyozlarini saqlab qolish taklifini berdi. Lekin buning evaziga barcha narsani nazorat qilishda yordam berishni so'radi. Bu fransuzlar uchun yaxshi taklif bo'ldi, chunki ular Vyetnamning resurslaridan foydalangan holda boyib ketishdi. Ammo bundan Vyetnam xalqiga juda kam foyda tegardi. Faqat 25% odam o'qish va yozish qobiliyatiga ega edi va aholining 90% kambag'al bo'lgan. Odamlarning katta qismi yirik yer egalari yoki fransuz fermalari yoki bo'lmasam fabrikalarda ishlashardi. Bir kuni yosh vyetnamlik Ho Chi Minh bu vaziyatni juda adolatsiz deb hisobladi va 1911-yilda Fransiyaga o'qish uchun jo'nab ketdi. U yerda Marks va Lenin asarlari bilan tanishib, u kapitalistik tizimda yer egalari va boylar ishchilarni o'z foydalarida ishlatib boyishlarini angladi. Shunday qilib, imperializm va kolonializmni tugatishning yagona yo'li kapitalizmni tugatish ekanligi unga yaxshigina tushunarli bo'ldi. Hali yosh bo'lgan Ho Chi Minh uchun bu juda mantiqli edi, lekin aslida u marksizmga qiziqib qolgandi. 1919-yilda Birinchi jahon urushi tugagach, u AQSh prezidenti Woodrow Wilsonning jamoasi bilan bog'lanib, Vyetnamni mustaqil qilish uchun yordam so'rab ariza yubordi. Lekin bu iltimos e'tiborsiz qoldi. Vyetnamda mustaqillik harakatlari kuchayib borardi, garchi ozodlik harakatlari kommunist partiya tomonidan boshqarilsa-da, ular Vyetnamning erkin bo'lishini istagan odamlarning barchasini qo'llab-quvvatlashardi. 1930-yilda Fuan shahridagi zavodda odamlar yomon ish sharoitlari sabab ish tashlashni e'lon qilishdi. Fransuzlar ish tashlaganlarni tutib, yetakchilarni gilotinada o'ldirishadi. Ikkinchi jahon urushida Germaniya Polshaga hujum qilganidan keyin Fransiya o'z koloniyalarini, jumladan Vyetnamni boshqarishga kuchi yetmay qoladi. Shu paytda Yaponiya Vyetnamni va uning boy resurslarini egallab oladi. Yaponlar ham fransuzlar kabi shafqatsiz hukmronlik qilishgan. Ammo fransuzlarning mag'lub etilishi ularga yevropaliklarning yengilmas emasligini ko'rsatdi. Shu vaqtda Ho Chi Minh Vyetnamga qaytib keldi va mustaqillik uchun kurashadigan tashkilot Viet Minh deb atalgan Vyetnam Mustaqillik ligasini tuzdi. Ular yapon bosqinchilariga qarshi partizan urushini boshlashdi. Bu davrda AQShning maxfiy xizmati bo'lgan OSS, ya'ni keyinchalik CIA bo'lgan tashkilot Ho Chi Minh bilan aloqa o'rnatdi. AQSh ham Yaponiyaga qarshi urushayotgan edi. Shuning uchun ular Viet Minhga qurol, o'q-dori, oziq-ovqat va tibbiy yordam yubordi.
hamda keyinchalik Vyetnam mustaqilligini qo'llab-quvvatlashini ham va'da qildi. Urush Vyetnam uchun juda og'ir keldi. 1945-yil oxirida yaponlar guruch omborlarini tortib oldi. Buni ustiga toshqinlar va yomon ob-havo ham Vyetnam xalqiga katta talafot yetkazdi. Natijada dahshatli ocharchilik yuz berdi va 1-2 million odam halok bo'ldi. Vitmin esa imkon qadar xalqiga yordam berishga harakat qildi. Ular bosqinchilardan oziq-ovqatni yashirincha olib, och qolgan qishloqlarga tarqatishdi. Shu orqali ko'plab odamlarning hayotini saqlab qoldilar va xalq orasida katta qo'llab-quvvatlovga ham ega bo'lishdi. Yaponiya taslim bo'lgach, Vyetnam nihoyat erkin bo'ldi. 1945-yil 2-sentyabrida Ho Chi Minh 500 ming namoyishchi oldida mustaqillik deklaratsiyasi va Vyetnam Demokratik Respublikasi tuzilganini e'lon qiladi. 1946-yilda VDR Milliy yig'ini tomonidan mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinadi. U AQShni juda yaxshi ko'rardi va hatto stolida Jorj Vashingtonning rasmiga hamda AQSh mustaqillik deklaratsiyasining nusxasiga ega edi. U mustaqillik deklaratsiyasini tuzishda AQShning OSS xodimidan maslahat so'radi. Vyetnamning mustaqillik deklaratsiyasi barcha odamlar teng yaratilgan va ularni yaratuvchisi ayrilmas huquqlar bilan ta'minlaydi. Ulardan biri hayot, erkinlik va baxt izlashdir deb boshlanar edi. 1946-yil Vyetnam shimolini AQSh ko'magiga tayanadigan xitoylik sarkarda Chiang Kai-shi, janubini esa Vyetnam Demokratik Respublikasini tan olmagan Britaniya qo'shinlari egallab oladi. Bu tomondan Fransiya ham o'zining sobiq mustamlakasi Vyetnamdan umidini uzmagandi. Ana shunday holatda chorasiz qolgan Ho Chi Minh Fransiya bilan kelishuvga erishadi. Ushbu kelishuvga ko'ra Vyetnam mustaqillikdan voz kechadi va unga Fransiya tarkibida kengaytirilgan muxtoriyat beriladi. O'sha paytda bu kelishuv amalga oshmaydi va urushdan qochishning iloji ham bo'lmay qoladi. Ho Chi Minh fransuzlar bilan kelishuvga erishgan bo'lsa-da, Vyetnamda Fransiyaga qarshi ko'plab guruhlarni birlashtirgan Vyetnam Milliy ittifoqi ham tuzilgan edi. 1946-yil noyabrida butun Hindi Xitoyda fransuzlarga qarshi 8 yillik urush boshlandi. Bu urushda AQSh Fransiyaga yordam beradi. 1951-yilda Vyetnam Mehnatkashlar partiyasi deb qayta nomlanadi. Fransuzlar shimolni kuch bilan qayta egallashga urinishdi, lekin shimol qarshilik ko'rsatdi. Ular Yaponiyaga qarshi mustaqillik uchun qon va jon berdilar, hamda taslim bo'lishni xohlamadilar. Fransuzlar yangi yondashuvni qo'llashga qaror qilishdi. Ular o'zlarini Vyetnamni kommunizmdan ozod qilmoqchidek ko'rsatib, lekin shu jarayonda resurslarni o'g'irlashni maqsad qilgandi. Fransuzlar sobiq imperator Baiyni Gonkongdan Vyetnamga qaytarib, uni Vyetnam Respublikasi rahbari sifatida tan olishdi. Baiy yuqori tabaqalardan qo'llab-quvvatlandi va bu urush fuqarolar urushiga aylanib ketdi. O'zi uni shunchaki qo'g'irchoq qirol sifatida hokimiyatga olib kelishgandi. 1949-yilda Xitoyda Mao Zedong hokimiyatni qo'lga kiritdi va Vyetnamga yordam berishni va'da qildi. U Vyetnamni mustaqil davlat sifatida tan oldi va qurol, oziq-ovqat, minalar hamda tibbiy yordam yuborishni boshladi. Xitoyning Vyetnamga yordam berishining sababi ular o'z chegaralariga yaqin joyda antikommunistik kampaniyaning kuchayishidan xavotirda edilar. Esingizda bo'lsa, Mao Zedong Stalinning fikrdoshi bo'lgan. Xitoy uchun Vyetnamni himoya qilish faqat kommunistik mamlakatni himoya qilish masalasi emas, balki milliy xavfsizlik masalasi ham edi. AQSh prezidenti Garri Truman esa kommunizmning tarqalishidan qo'rqib, G'arbiy Yevropaga katta miqdorda mablag' yubordi. Ularni Sovet ittifoqiga qarshi AQShga qaram qilishni xohladi. U NATOni tashkil etdi va 1950-yilda Koreya urushiga ham qo'shildi. Agar bu son yanada tushunarli bo'lishini va 20-asrdagi siyosiy bo'linishni tushunmoqchi bo'lsangiz, Koreyaning bo'linishi haqida tayyorlagan sonimizni ham bir ko'rib chiqing. 1950-yillarning boshlariga kelib, AQSh Fransiyaning harbiy xarajatlarining 80%ni to'lagan edi. Chunki u Xitoydagi hamkoridan ayrilib, bor umidini qayta Fransiyaga beradi. AQShning yordamidan so'ng fransuz havo kuchlarining ko'pi AQSh samolyotlaridan iborat bo'lgan.
Indokina urushi Fransiyaning eng katta dollar ishlab chiqaruvchi eksportiga aylandi. 1945-46 Ho Chi Minh AQSh prezidentiga kamida 8 ta xat yozib, Vyetnamni mustaqil qilish masalasini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kiritishga yordam so'ragan edi. Ho va uning tarafdorlari Yaponiya bilan kurashishda AQSh bilan yaqindan ishlaganiga qaramay, AQSh hech bir xatga javob bermadi va fransuzlar tomonida bo'ldi. Axir Ho kommunist edi. Shuning uchun AQSh uni qo'llab-quvvatlamadi. Urush boshida fransuzlar Janubiy Vyetnamdagi yirik shaharlarni nazorat qilishar edi va boy elitalar ularga to'liq qo'llab-quvvatlash ko'rsatishardi. Biroq Vyetnam qishloqlarini kommunistlar nazorat qilardi. Urush shafqatsiz va qonli bo'lib, har ikki tomon ham sezilarli yutuqlarga erisha olmadi. Fransuzlar Vyetnam bilan muzokaralar o'tkazmaslik uchun AQShdan yordam olishdi. Agar Fransiya Vyetnam bilan muzokara qilsa, AQSh barcha iqtisodiy va harbiy yordamni to'xtatish bilan tahdid qildi. Shuning uchun fransuz delegatsiyasi hech qachon Vyetnamga kelmadi. AQShning yordamiga qaramay, partizanlar urushi fransuzlar uchun juda qimmatga tushdi va ularning Vyetnamdagi uskunalari yildan yilga zaiflashib bordi. Bai yomon rahbar bo'lib, u faqatgina Fransiyaning qarami ostida bo'lgan. Janubiy Vyetnam armiyasida past ruhiy holat va doimiy qochishlar mavjud edi. Hatto Fransiyada ham bu urush mashhurligini yo'qotib borardi. Vaziyatni o'zgartirish uchun fransuzlar Vyetnamni ochiq jangga chaqirishni reja qildilar va ular bu jangda o'zlarining ustun harbiy kuchlari g'alaba qozonadi deb o'ylashdi. Vyetnam jangchilarining eng katta ustunligi ham shunda edi. Ular ochiq jang qilmasdilar. Vyetnam askarlari odatda bo'linib jang qilishardi va o'rmonlardagi yashirin yo'laklar orqali o'z izlarini bildirishmasdi ham. 1953-yilda fransuzlar Dien Bien Phu deb ataladigan bir vodiyning ustiga askarlarni havoda tashib umumiy ta'minot liniyalarini uzib qo'yishdi. Jang shunchalik shiddatli va yo'qotishlar shunchalik og'ir bo'ldiki, hatto Vyetmindagilar o'zlarining ruhiyatini yo'qotishni boshladilar. Fransuzlar Dien Bien Phudagi jangda g'alaba qozonishgan taqdirda ham Vyetnam o'zlariga ustun bo'lgan fransuz armiyasini Vyetnamdan chiqarib tashlashga qodir emasligini bilishardi. Shu bilan birga fransuzlar ham qishloqlarni qayta egallay olishmasdi. Ular muzokaralar boshlanishidan oldin imkon qadar yaxshi pozitsiyada bo'lishni xohlashgan. Vyetmin o'zlarining havo anti-artilleriya qurollarini vodiy atrofidagi tepaliklarga to'plab, ba'zani o'nlab oylarga qamal qilishdi. Shu yo'l bilan ular fransuzlarning havo ta'minotini qiyin ahvolga solishdi. 1954-yil 13-martda Vyetmin bevosita hujumni boshladi. Ular fransuz mudofaa tizimini zaiflashtirish uchun qurollaridan foydalandi va tunnel tizimini ishga soldi. Janglar davomida Vyetnam qo'shinlari og'ir yo'qotishlarga uchraganiga qaramay, asta-sekin fransuzlarning bazasini egallashdi. Fransuzlar AQShdan ham yordam so'rab, holatni barqarorlashtirish uchun to'g'ridan-to'g'ri aralashuvni kutishdi. Prezident Eisenhower domino nazariyasiga ishonuvchilaridan biri sifatida ularni qo'llash uchun bir necha imkoniyatlarni ko'rib chiqdi. Ammo harbiy baholash shuni ko'rsatdiki, AQSh bu holatni barqarorlashtirish uchun kamida 500 million askar yuborishi kerak bo'lgan. Koreya urushidan keyin amerikaliklar yana bitta urushga qo'shilishga tayyor emasligini bilgan Eisenhower bunga qarshi chiqdi. Bir necha oylik janglardan so'ng fransuzlar 1954-yil 7-mayda Dien Bien Phuda taslim bo'lishdi. Ertasi kuni Jenevada muzokaralar boshlandi. Vyetnam 17-parallel bo'yicha ikki qismga bo'linib, ikkala tomonda chegara zonasi o'rnatildi. Ho Chi Minh shimolda nazoratni saqlab qoldi, Bai esa janubda. Janubiy Vyetnam xalqiga shimol va janub o'rtasida 300 kun davomida erkin harakat qilish huquqi berildi. Bu davrda ular qayerda bo'lishni tanlashlari mumkin edi. Shimoliy va janubiy Vyetnam hech qanday tashqi harbiy yordam olmaslikka rozi bo'lishdi. Kanadadan, Polshadan va Hindistondan tashkil topgan xalqaro komissiya 1956-yilda saylovlar o'tkazishni nazorat qilishga kelishdi.
Bu saylovda Vyetnam xalqining Ho Chi Minh boshchiligidagi yagona Vyetnamni yoki Bai boshchiligidagi Janubiy Vyetnamni tanlash huquqi bo'lishi kerak edi. Ba'zi odamlar shunday deb o'ylashdi. Agar urush davomida saylovlar o'tkazilganida ehtimol 80% aholi Ho Chi Minhni o'z rahbarlari sifatida tanlagan bo'lardi. Shuning uchun Eisenhower ma'muriyati saylovlarni imkon qadar kechiktirdi. Buni faqat AQShning aralashuvi tahdidi orqali amalga oshirish mumkin bo'lgan. Agar AQSh aralashmaganida Janubiy Vyetnam darhol Shimoliy Vyetnam armiyalari tomonidan bosib olinishi mumkin bo'lgan. AQSh shimoldagi saylovlar erkin bo'lmasligini izohlab, Janubni qo'lladi. Lekin bu asossiz edi, chunki Ho Chi Minh o'zining shaxsiy mashhurligi tufayli saylovlarni soxtalashtirishga muhtoj emas edi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jeneva sudi tomonidan tashkil etilgan xalqaro nazorat komissiyasi saylovlarni nazorat qilishga rozi bo'lgan edi. Biroq yakunda birlashish uchun saylovlar o'tkazilmadi va Vyetnam bo'linib qoldi. Shimolda kommunistlar yer islohoti va kollektivlashtirishni amalga oshirishdi. Ular shuningdek sinf dushmanlarini repressiya qilib, bir necha ming odamni o'ldirishdi ham. Ho Chi Minh keyinchalik bu islohotlar ortiqcha bo'lganini tan olib, ba'zi yerlarni qaytarib berdi. Shunga qaramay islohotlar muvaffaqiyatli bo'ldi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish 60% ga o'sdi va iqtisodiyot fransuz hukmronligi davridagi cho'qqisidan oshib ketdi. Bu islohotlar partiyani juda mashhur qildi. Shu bilan birga Janubda siyosiy beqarorlik davom etib, kuchli xonadonlarning va diniy guruhlarning hokimiyat uchun kurashlari tugamadi. Prezident Eisenhower No Dinh Diemni Janubiy Vyetnamni qurish uchun tanladi. 1955-yilda Dinh Diem Bai bilan rahbarlik uchun kurashdi va ovozlarni soxtalashtirdi. Shunchaki 60% ni oling, juda aniq bo'lmaslik uchun, dedi u. Ammo saylovda Dinh Diem 98,2% ovoz bilan g'alaba qozondi. Raqobatni yutganim uchun minnatdorman. Menga ovoz berganlarga rahmat. Bermaganlarga esa kuzatib boringlar. Dinh Diem shunday deb darhol 20 mingta siyosiy raqibni hibsga olib, ularni kommunist sifatida noto'g'ri aybladi va Jeneva kelishuvlarini buzib yubordi. AQSh 350 nafar harbiy xizmatchisini mamlakatdagi eng katta shahar Saygonga yuborib, Janubiy Vyetnam armiyasini qurish uchun yordam berdi. 1959-yilda mamlakat hali ham bo'lingan edi va Ho Chi Minh hamda uning partiyasi bundan norozi bo'lgan. Ular fransuzlarni amerikaliklar bilan almashganini ko'rishdi. Amerikaliklar bizni va ishonadigan barcha narsani yo'q qilishni xohlaydi, dedi ular. Shunday ekan, biz birinchi bo'lib Janubga qarshi kurashishimiz kerak. Ularga biz tinchlikni va turmush tarzimizni ko'rsatib qo'yamiz, dedilar. Vitmin bu fikrni qabul qilib, Milliy ozodlik frontini tuzdi. Bu Janubdagi isyonchilarga ham yaxshi motivatsiya berdi. Ularning harbiy qanoti Janubiy Vyetnamning ozodlik armiyasi deb ataldi. Prezident Dinh Diem Vyetnam kommunistlarini Viet Cong deb atadi. Ular qishloqlarni nazorat qilib, ko'pincha o'z jangchilariga yordam berish uchun soya hukumat sifatida ishlashdi. Janubdan shimolga qurol yetkazish uchun Ho Chi Minh Trasi deb ataladigan katta tarmoq qurdi. Dinh Diem tezda Janubiy Vyetnamda nazoratni yo'qotib, AQSh prezidenti John Kennedy harbiy yordamni 700 dan 6000 askarga ko'paytirdi. Kennedy o'ldirilishidan oldin Janubiy Vyetnam armiyasining 200 ming kishilik kuchga aylanishi uchun millionlab dollarlar va logistika yordamini taqdim etgan. Haqiqiy dahshatli qurbonlarga ega Vyetnam urushi endi boshlanayotgan edi. Aynan shu yerga kelib biz ham bu videoni yakunlashga majburmiz, chunki bu voqealarni bitta videoga sig'dirish biroz mushkul. Keyingi sonlarda video davomini kutib qoling. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa naval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.